mana qizlar hozir magazinga kelsam ancha yangi tovarlar kelgan ekan. Mana bir oyda endi keldim. Qishloqdan qaytganimdan keyin zo'r tovarlar kelgan ekan. Mana bu xolodilnikda mana. Hidlanib nima bo'lib qoladi-ku, shunda savdoni ochib qo'yib qo'ysangiz, siz buni videorolikni ko'rganim, bundan bitta oldim. Ama bundan bitta oldim. Bu bizga juda ham kerak. Bunda qiz bola ko'p, sochlar ko'p tiqilib qoladi, raqalarga, turbalarga. Shuning uchun kuydirib nima qilib tashlaydi. Tozalab beradi. Bu kerak menga. Shuni almashtiramiz. Ama bu atbilmiş ve pişirme tarifini eshitib, hozir bitta oldim. Dog'i bor buyumlarga, sochiq dasturxonga ham вообще so'radim. Buni bitta chayni ложкаga har yurgan stilkaga solsak, hamma buyumimizni qotib beradi. Shunda qani buni tarifini eshitdim. Bittada oldim, biz ahvisi bor, buni ishlatib ko'raman. Mana bu choydan oldim. Choyda nima deydi? Bunga hech qanaqa haligi tarif kerak yo'q. Hamma biladi. Eng zimmamiz choyimiz. Kofeda oldim. Kofeni postoyanno ichib yuraman o'zi. Anchadan beri ichganim yo'qman. Bir kunga bitta dona ichib turaman. Ochlik hissini yo'qotib, to'qlik hissini berib, shunaqa chiroyli arqlatib